Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli oshpazlar. Sizlarni Botir Achchiqoch 8-sonni ko'rib turgandan xursandman. Ha, tinchlikmi aka? Assalomu alaykum. Sizni qidirib yurmani qilibdi o'zim qolib ketaman. Mana men kelchi pastga yotib qoldim aka, yaxshimisiz? Yo, zapasga balonga o'xshab qolib ketaverasiz. Haq bo'lishi. Lekin sheshani eslamasam bo'ladi, aka, to'g'rimi? Esladingiz, oxirida uraman baribir. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, assalomu alaykum do'stlar. Bugun Botir akam aytgan edek, 8-sonimizni bismillah deb boshlab oldik. Bugun boshqacha bo'ladi aka. 7-sondan boshqacha bo'ladi. Borgan sari qiyinlashgan sari. Sababini aytaymi? Sababi bugun ilili osham bo'lar ekan. Lekin anu qizil guruch nima deyiladi? Shu qo'yizdan chiqib qoladi. Dezdiram, cho'ng'ara. Dezdirami qanaqa bu? Cho'ng'ara. Cho'ng'ara guruchlar ham osh bo'lar ekan. Lekin afsuski biz diyetadamiz, to'g'ri ovqatlanishdamiz. Bugun ham yeya olmaslik kerak. Men finalda yesam kerak Botir aka. Endi xudo xolisa. Bo'lmasa aka, bo'lgan ishi bo'lgani yaxshi deb sekin ishtirokchilik o'taveramiz. Bo'ldi. Ketdik aka. Har doimgidek siz bu yoqda, men bu yoqda. Ya akam to'g'rashni boshlaverdi. Hali emas. Biz birinchi salomlashamiz. Ha, yo'q. Assalomu alaykum. Aka yaxshi keldingizmi, tuzimsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ismingiz, sharafingiz, ishlash joyingiz, qayerda, nima, qachon, nimaga, qayerda ko'rdingiz, nima qildingiz, nima kerak sizga? Hammasini aytib o'tasiz kameraga. Otim Abdulaziz. Abdulaziz aka. Toshkent shahar, Shoxon Tohir tumanida turaman. Shoxon Tohirdan bormidi bizda bu hali yo'q edi. Ya, orada Samarqandda bizda turaman. Bor, Samarqandda. Bo'lsin, bor. Xo'p. Maqsad shu oshga qatnashish. Maqsad spa. O'zimizni kuchimizni ko'rmoqchimiz. Maqsad spark bo'lishi ham mumkin. Allohdan hammasi. Bu joyda ishlaysizmi yoki havaskor? Havaskor desam ham bo'ladi, ishlayman desam ham bo'ladi. Shu. Shogird bo'lmiz, shogirdmiz. Ustoz bor, eng bor, ustoz bor. Juda ham xursandman. Abdulaziz aka omad tilaymiz. Xudo xolasa bosamiz. Assalomu Navbat. Aka, assalomu alaykum. Siz yaxshi keldingizmi? Charchamasizmi? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Qaysi viloyat? Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahardan bo'lyapman. Qayerdan? Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Farg'onadan ketdim. Farg'onadan. Marg'ilon Qayerda shahardan. oshpazmisiz? Choyxonada ishlaymiz. Choyxonalar nomi nima? Necha yildan beri oshpazsiz? Telefoningizni berib keting, borganda kirib ketamiz. Mehmonda bo'lamiz, xudo xolisa. Vodiga xudo xolisa keyingi hafta plan bor. O'ram choyxonasi bor-ku, o'shani yon-verida. O'sha tarafda. 7 yildan beri 7 yildan beri osh o'zimizga qanaqa guruchdan, qanaqa nima solib, cho'ng'ara guruchdan, Xudo xolasa, choyxona osh qilib beramiz. Zo'r aka. Rahmat. Kelganingizga ushatman shunchalik. Omadli qolaman. Rahmat. Qadrli tomoshabinlar, xafa bo'lmaysiz. Botir akam faqat bitta so'zni biladilar. Shesha boshqa so'z kelganda bo'lib qoladilar. Balonga almashdingiz, mana sizlarni qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, siz salom ekansiz. Sizmisiz? O'tsam ham kelsin, salom berasiz, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Ismingiz, sharifingiz, qayerda turasiz, nima qilasiz, nimaga keldingiz, nimaga ketyapsiz, necha pulga nima oldingiz, xavas. Rasululloh Sunnat hoji. Sunnat aka, ha? Shaharda turaman. Chorsi. Chorsida, xudo xolisa. Qo'shnimasizmi? Choyxonaga birga borib turibsizmi? Xudo xolasa bo'lib qoladi. Kasbimiz oshpazlik, xudo xolisa. Oshpaz, necha yildan beri? Xudo xolisa 10 yil bo'lib qoldi. Necha yoshsiz o'zi? Xudo xolisa 27 ga to'lamiz. Ha, ko'rinishingizdan bir endi bog'chadan prima oshga o'tib ketdingiz o'ylayman. Xo'p, nima osh qilamiz bugun? Xudo xolisa Toshkentcha choyxona palov qilamiz aka. Choyxona palov. O'sha o'zimiz choyxona, o'zi shani qo'limda yog'idan oqizib, faqat achchiq osh qilmaydi, chunki achchiq osh Botir akam konkurent yomon ko'radilar. Hazillashyapman Botir aka, hazillashyapman. Va yana bir narsa aytaman. Qadrli tomoshabinlar, juda ko'pchilik bizga yozdi, shuncha 3-4 ko'rsatuvimizda. Bu mavsumda, ya'ni shu 12 ta ko'rsatuvda xohlagancha qilishsa bo'ladi. Mana akamlar hozir iliylik qilyaptilar. Guruch boshqacha bo'lyapti, to'y osh, choyxona oshida. Ixtiyoriy, tegiga ovatda unaqa narsalarga hozir ahamiyat bermaydi va eng muhimi bu hammasi finalda biz shart beramiz va bizni aytgan kerak bo'lsa sechkada, kerak bo'lsa sabzsiz oshpazlarning mahoratini sinaymiz. Demak, qadrdonlar, hammasi tayyor, ishtirokchilar joy-joyida, startda. Qalampirlarni bobolari kelibdi bugun Botir aka. Homiylarimiz mikro suvlari, muzdaychi. Jiya aytgandek Dubaygacha. Hamda xudo xolisa milliy qo'lda mahsulotlari. Issiq kunda muzdekkina ichimlikni ichasiz. Botir aka ko'p gapiraverib ishtirokchilarni ham zeriktiramiz. O'tinni ham zeriktiramiz, tomoshabinlarni zeriktiramiz. Bo'l, baribir operatorlar bu joyimiz keslashadi, start beramiz. Bularga start beramiz, hammaga omad. Bosamiz. Bosh bo'lsin. Shishsha yashsha. Ay, jon. Shunday chiytira jon.
Botir aka, agar yana bir marta o'sha gapingizni gapirsangiz bo'ldi. Men boshqa qatnashmayman ham, boshlovchilik ham qilmayman. Tushundingizmi? Anladin? Shisha yasha dedingiz, nima dedingiz? Ani aytayotgan aytasizmi? Ha? Shisha yasha. Qarorchi osh boshlovinglar bo'ldi. Men ketdim bo'ldi. Start ber keting. Bo'ldi, start berdim. Yanaga hozir start bersam yana boshlaysiz. Bo'ldi. Omadinglarni bersin. Start beramiz, hammaga omad tilab qolamiz. Osh bo'lsin. Aytib ketdingiz debdi habbo bo'lmay. Nima? Shisha yasha. Ana boshlandi. Bo'ldik endi mayli. Turib turaversin. Muzeysin qilib kelib. Nima endi ustiga qo'yish uchun turuvchi qilindi. Oshpazligi ma'lumda bizni mana. O'zimiz chiqaryapmiz hadi. Bo'ldi. Sog'. Shu suv olsam bo'ladi, to'g'ri-da. Yo'q, gapirishmasin. Gapiradan lekin mana. Qanaqa minus bo'lsa? Yuring. Ezvordingiz-ku, bu agar shisha yasha, voy shu og'zimga yopish qolibdi. To'xtang, qarang, uni aytmayman boshqa. O'sha narsani aytmayman. Hop. Prosta bar o'sha narsani ko'pchilik bilmaydi. Shisha yasha. Nima qilay, prosta aytmayman. Bar kimlar nima ekanda qizuv bo'lsa, bo'ladi deyapti. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, Botir akamga gapirib qoch. Yo, men jizzali tayyor ko'rdim. Jizza. Ichkarida sharoit qo'ygansiz o'ziga. Milliy qo'llarni qo'yib olib, mo'zdek qilib. Sheriklar bilan kelgansiz. Boyatan tunagansiz. Voy, nima emas aka? Abi endi jizzali egansizlar. Botir aka? Ha? Qalay bo'pti? Xudo xolisi Ular zo'r. choyxona ham xudo xolisi uchun ham. Endi hozir so'raymiz o'zidan.
Bu narigi to'y oshiga o'xshayapti. Marg'ilonmidilar, nima edilar? Farg'ona to'y oshiga o'xshayapti. Marg'ilon. Lekin men bitta narsaga ahamiyat berdim. Hozir kimdirga gapirishgan qo'rqaman, oxirida o'sha odam ana qolsa degan gap bo'ladi. Restoran ishlaysizmi deyman, ha? Men choyxonaga, zakazga chiqaman. Asosan zakazga, zakazga chiqadigan bola bilinadi, ya'ni qimmat joyga boradigan bola shekilli, bola tushundingmi? Chunki bizda ham to'y bo'layapti deb ketganda, joylari mana bunaqa. O'zimizni joylarilar mana bunaqa bo'ladi. Pakkaganni ham ko'rdim, ya'ni qo'liga. Yo'q, bizda mashinaga sifatli chiqsa, ana bo'lmasa bir xillarsa, puli qimmatroq bo'ladi. O'shani aytaman, qimmat bolaga o'xshatdi. Kelganda ham qo'llarga perchatkali kiyib. Mana qo'l gapirib hozir bir pas tomoshabinlar og'ayishdi deb o'ylaydi. Men hech kimni tanimayman, buni ham bilmayman, to'g'risi. Sizda olib turyapti, shogirdlar chiqib turib. Ha, bunaqa. Qancha ekan Botir aka endi? Xudo xolisa, ozgina vaqt bor. Aytaman, gapirsiz. Siz to'xtab turing, to'xtab turing, ketib qolmang. Sekund. Hozir gapirsiz, baribir odamni noto'g'ri mana shu Andijonga rosa mehmonga chaqirishganda endi. Hali kommentariyada yozib, boshqalar qilib, Farg'onaga kelib mehmon qo'ramiz deb rosa niyat qilarmiz, osh yeyish. Aytadilar, nasib qilmasa, burning tagidagi narsalar ham yodingizdan deydiz. Lekin xudo xolisa yaxshi. Qalay bo'ldi, tog'a? Yaxshi. Ye. Bu bo'tlik bu. Buni bemalol bismillah deb yeysa bo'ladi. Bemalol yesangiz bo'ladi. Pishganmi bu? Faqat osh bilan yesangiz. Hozir pishmagan, ha? Shu strak. Kim bolaga nima desam yeyveradi-da, lo'ng tiqadi deganlar. To'g'ri qaynab ketdi, ichi yonyapti. Hop. Sizga emas. To'g'riga. Mana to'g'ri bo'lardi, mana voy. Mayli bo'li mumkin bo'lmasa ham sayxonni bir bezgasi mumkin-ku. Yo'q, siz doda go'shtingizni yeng. Ha. Rahmat. Nikko suvlari. Bu limonaki Fredri fries, aka. Milliy ko'larniki. Bularni hozir boshini ortmaydi. Endi hozir suv berdim deb ertadan kechgacha savol javobga tortmaysiz. Biz ketdik. Hozir bu narsa o'qib biz aybdor bo'lamiz. Gapirgan odam emas, bo'ldi. Shishshash. Bizdan olib ket. Qanaqa guruchdan qilyapsiz? Men lazerdan qilyapman. Xorazmmi lazeridan. Bizdan tasdiqlaymiz, xudo xolasa pishsa. Yo'q, birgamiz-ku, bir qozondan yeveramiz. Pascal alımı büyük saldırı gönderiyor. Ben Elbeyke mazge ediyorum. Büyük saldırı var buraya gelip etki ediyorum. Bak, sayı tur. Ha? Bak oldu. Go'zallikni qarang aka. Ya başta zor sayroqda boya getiriyor. Büyük saldırı var siz bo'ladi. Ya, ozgina tomosha qilsam bo'lmaydi. Bo'ladi. Go'shi yoqota. Milt ishtaha sochadi. Endi buni bor xatada yotib. Shu mana osh bilan selfie qilib qo'ying mana. Bo'ladi. Zapaska balonni laqib qo'ysam bo'lmaydimi? Shishsha, yashsha. Bo'ldi qilsangiz aka. Mana shunda allergiya bo'lib qolaman. Hali holva bu. Qadrdonlar. Bakuda Bodringdan qochib kelgan bo'lsangiz, bu yerda shishsha yashaydan qochib ketasiz. Biz Botir aka. Nima qilamiz? Buni so'rayman. Elbek aka, start bering. Poyez kutyapti sizni.
O'rtoqlar, Qo'yzatmang bo'lib ketdi xaridorlar Samarqandga borish. ilohomiy qani hammani omadini bersin. Burch solamiz. Amin. Boshlarimiz shirin chiqsin. Harakatini bersin. Sizga xalaqit bermay hozir bu narsani siz aytib o'tamiz. Yo'q. Ketdik. Mana shu joyni ko'rasiz, lekin bu narsa bo'lsa men aybdor bo'laman. Siz aybdor bo'lasiz. Men ketdim. Chaqqiz inson. Lekin Botir akamning hurmati bugun Samarqandga ketishim kerak edi, afsuski Bormaydigan bo'ldingizmi? bormaydigan bo'ldi. Yegona suyaladi. Anaqa. Bizani ham hurmat qilibsiz-da. Siz endi olib yo'qsizlar? O'zi qolib, yoqora qolib, balandroq yoqamiz-da. Ha mayli. Navbat guruch damlashgan. Masalan, chekib qo'ying. Guruch soldingizmi? Aka, guruch soldingizmi? Sovurdi bo'tchi. Guruch soldingizmi? Guruch soldilar. Shuncha evitib turib bo'lgan sovurar ekan. Bu vaqti zo'r suv ichadi aka bu. Yo'q, bilaman, tezroq qilib ko'rdim. Bular suvni yoqib turib bitta aylantirib dimlaydi. Bizga o'xshab ikki marta aylantirib dimlamaydilar, shunaqami? Yo'q, parlayman. Aylantiradi, bir marta-da. Ha, bir ikki marta. Ha, ikki Yurishdi, yozilishi. Shunday. Borib o'rganamiz, telefon nomeringizni tashlab ketsangiz, odam o'lguncha o'rganadi, to'g'ri? Oling. Nimani olaman? Birinchisini oling. Birinchilarga Bu olsa. sizga. Mana bu sizga. Mana bir aka. Mashinalarga osh suzishadi. Juri a'zolarimizga olib kirib beramiz. Bugungi 8-sonning g'olibini aniqlaymiz. Ha, yo'l bo'lib qo'ydingizmi? Mana olib kirmanglar, yamachiz bor olib kirursiz. Yamachi ham yo'q qoldi, bilmayman. Qo'yinglar buni, laganni qo'yib ochaveramiz. Bo'ldi, osh bo'lsa, oshni ochamiz. Mana Harakatini bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Hammasi sayragan. Bajarasiz. Shunchalarga ham keladi, yuz sakrayapti. Guruch yetib. Biz qochdikmi chetga o'tib. Xalaqit yermiz. Osh suvi mazar bemalol. Ana sayrab. Cho'nqira. Ana bir qoldi. Lazzagan Hadi kelmedi mi? juri a'zolariga o'tishimiz kerak, chunki bu vodiychi osh.
Bilasizlar, vodiychi osh baribir ham sal bo'shroq bo'ladi. Sal bo'shroq bo'ladi. Guruch ham boshqacha, xudo xolasa. Zakazga soqqani bosadigan biratam. Choyxonada ulfatlarga osh qilib beradigan biratam. Ko'ramiz. Bizga hech ham aloqasi yo'q. Kim g'olib bo'lsa ham xursand bo'laveramiz. Hech muammo yo'q. Shu YouTube halollikda Spark olib ketsa bo'ldi. Nima aka? Ajoyib. Menga bermang. Menga bermang. Men yeb qo'yaman aka. Ha, mashq qo'yamiz. Tayyor bo'ldi. Xudo xolasa. Buni sekin mana qarang. Mana paketga solib senga olib qo'ying. Bo'ladi. Rahmatli Murod akam shunaqa qadr qilishardi. Rajabovga osh olib ketsa, idishga solib qo'y, uyga olib ketaman deb qo'yardilar. Joylar jannatda bo'lsin. Birinchi o'zi bu Abdurahim akam boshlaganlar. Undan keyin ustoz chiqilib biza boshladik, umrimiz uzoq bo'lsin. Oshlarimiz ham tayyor bo'ldi, degustatorlarimiz ham kelishdi, kutib qolishdanchi. Hatto ishqi yo'lda shumbala olib qo'ymasa bo'ldi oshni. Diyeta deb ikkitalagan osh tiqib yubordi. Uchinchisi itarga. Ana aytdim, o'tiribdi shumbala. Ana. Yelbek aka. Xo'p, bu nechinchi bu? Bilmayman, Bu 2, bu 1, ana 3 bo'lish kerak. Bilmayman. Olib kelamiz. Oshga keldik, oshga. Xullas, och chempionatimizda 3 ta oshpazimizni oshini baholab berishinglar kerak. Faqat haqiqatni gapiramiz deydi-yu. Sizlar prokurormi, advokat? Botir aka bitta narsani aytib ketishimiz kerak shu yerda. Chunki hozir qarang-da mana. Hozir bu yerda ikkita choyxona palov bo'lganda, bu vodiychi osh. Vodiychi osh. O'shani hisobga olinglar. Chunki vodiychi osh bo'sh bo'ladi, guruchi ham boshqa. O'shani bir xil bo'kib qolgan, deyishmasin degan ma'noda. Guruchi ham cho'ng'ira guruchdan qilingan. Voding cho'ng'ira bo'ladi. Ya'ni ustilariga ahamiyat bermasalar ham bo'ladi. Chunki bezashga biz baho bermaymiz. Ustida anaqa qizuv emas, ichidagi mazasi. Faqat haqiqatni gapirasizlar. Mana cho'ng'ira Marg'ilonni oshi. Men ketdim. Qayerga ketdingiz? Ovqatga qo'yish. Siz o'tiring masjidni kuzatib. Yo'q, men buni yeb keyin javob berishadi, men anaqa qilaman. Bo'p, tuyni tashqariga chiqib turamiz. Xullas, osh bo'lsa, javob kutib qolamiz, haqiqiy. Bo'ldi. Rahmat. Nargisi Qo'qonda oshiladi. Cho'ng'ira guruchdan o'sha yaxshi bo'lsa kerak baribir. Qani bismillah. Yoqimli ishlar hammaga. Qani bismillah. Go'shimga keboblar tushdi kerak. Qani bitta oylik cho'ta. Yo, bunaqa bo'ladi. Birinchisi tushunmadimmi? Tavbat o'zing yomon. Bu anaqaniki-da. Bu Qo'qonniki. Bu yoqqa qaytib bo'ldi. Suv bo'lish kerak. Hozir ham bilan chig'i sezilyapti. Bizda Toshkentda bu ko'p. Albatta ko'ring narxini. Bitta qoshiq olishni uzatib olasan. Ha? Ikkita tosh. Bu jenama zo'r pishamiz. Turing, turing. Nuqul zapaska bo'lib orqada yuraverasizmi? Turing, bo'ling. Anta haq kutyapti. Botir aka nima bo'ldi? Ha, degustatorlarning kutishyapti. Mingta odam kutyapti. Turing. Kim bitti? Men bilmayman, endi kirish kerak, qayerdan bilay. Kiraylik. Agar Botir aka yana 2 marta qilsangiz, zapaska balonga o'xshab yorilib ketaman. Bu og'ir. Boshqa iloji yo'q. Hormayli. Sog'. Botir aka o'ting. Charchamadinglar. Osh yeyishmabdi. Osh yeb kelish. Endi yeyishadi. Hozir birinchi anaqani bersin. Xo'p. Общий eshitamiz-mi yo bitta odamdan eshitamizmi? Maslahatlashgan bo'lsa kerak. Ya endi bitta xabar fikrini aytgan yaxshi, misol yeyishdi, ma'mur bunaqa deysa, shunda ko'pchilikning fikri bilan boshqacha bo'ladi. Hozir Menimcha bu 1, bu 3, bu 2. Ya hozir bunday bo'ldi bizda. Bizda hozir 4 ta odam, birinchi suyali bular Toshkent oshini, ikkinchi Vodiyni oshini, Qo'qon oshini, cho'ng'ira guruchni, uchinchi ham Toshkent oshi yildir bizda hozir 4 ta odam. Endi biz o'zimiz endi osh mazasi ko'rmadik. Hammasidan yedinglar? Hammasidan yedik-da. Birinchi, ikkinchi, uchinchi yo'q yedik. Shunda bizga endi
uchinchilagan toshgan oshi yoqdi bizga. Nima? Sababi go'shti ham zo'r pishgan, mazasi ham yaxshi. Cho'ng'ora guruchda endi biz joyimcha o'rganmaganimiz uchun bilmadim. Ozgina qitir bor, keyin hidi ham mog'lab qo'ygan hidiga o'xshadi. Endi balkim o'zi shunaqadir. Men noto'g'ri gapiryapman, lekin mazasi unchalik emas, o'rganmaganmiz. Bu osh ham unchalik yoqmadi. Sababi uchinchilagan turgan osh bizga yoqdi hozir. Bu toshgan osh yoqdi. 4 kishiga. Bizani o'zlari fikrimiz endi bizani yoqqani. Ona 4 kishiga. Sizlar nima deysizlar? Mazasi menga ma'mur mazasi yoqdi. Lekin uni guruchi yaxshi pishgan. Qaysi? Bu vodiylik. Bu vodiylik, ya. Toshkentniki o'sha guruchi yaxshi pishgan, lekin ma'mur mazasi yaxshi. Endi xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham bir og'izdan bitta tanlamasak bo'lmaydi. Shunaqa hammasi. Chunki bundan oldingi ko'rsatuvimizni ko'rgan bo'lsanglar, uchala oshi ham zo'rg'a amallab tuzi bilan guruchidan topib olishdi. 7-sonimizda, hozir 8-sonimiz davom etadi. To'g'ri, lekin hammasini qoyil qilgan. Hammasi O'sha vodiynikini men aytdim-ku. Agar iloji bo'lsa, keyingi safar shu vodiyliklar shu o'zimizni lazerdan qilsin-da. Meni fikrim. Negaki bizani bu yerdagilar buni mazasini bilmaydi. Buni hozir aytayotganlar tushunmadik. Lekin men vodiyni oshini ko'p yeganman. Menga o'zim mana shu yoqdi, boplagan juda. Endi aytdim-ku, yo mazasi bo'ladi, yo hidi bo'ladi. Guruchli, shunaqa. Guruch. Lekin endi solishtirganda haqiqatda zo'r bu ham. Endi mana yeb yurganmiz, buni mazasi boshqacha. Shu uchinchilagandagi mazasi yoqdi. Sizdachi? Va Kuyovdagi birinchi komandировкада yurasiz. menga shu yoqdi. Yoki bitta ro'yxat qilish kerak, balni. Yo'q, men hozir sizga qaysi yoqdi mana misol uchun? Birinchilagan. Hop, sizgacha. Hop. Sizga? Menga vodiyniki. Hop, mana bitta bo'lgan bo'lsa qarang aka. O'sha 4 kishi buni urib qo'ydi-da o'sha. 5 ta ovoz bunda bitta. Bo'ldi, mana shularni ko'taramiz degan. Ko'tar. Qaysilagan? Demak, tomoshabinlar hozir kutilganlar va Sparkka Botir aka ko'tarasiz menimcha. Sparkka bir qadam ikkinchilagan. Ikkinchilagan. O'tgan ko'rsatuvda ham ikkinchilagan bo'lgan edi Botir aka. Barakasini bersin. Demak, aziz tomoshabinlar, o'z juri a'zolarimizning gaplarini tinglab, shu narsaga xulosa qildik. Agar siz ushbu ko'rsatuvni ko'rib turgan bo'lsangiz, xudo xolasa ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha endi unaqa demaymiz-ku. O'zimizni choyxona palov lazerdan qilurganinglar o'zinglar uchun plyus bo'lar ekan. Xudo xolasa agar vodiycha, anjoncha, qashqadaryocha qaysi osh yegimiz kelsa, albatta borib yeb ko'ramiz. Muammo yo'q. Lekin nima deydi? Jangda qurbonlar bo'ladi deganda, bu ish qurbonsiz bo'lmaydi. Vodiy oshi bugun qurbon bo'ldi haqiqatan. Lekin sayragan hammasi bir-biridan yo'q, endi sayraganni aniq, chunki bu yerga aka yetib kelish o'zi bo'lgan. O'tgan sonda ham yetib kelgancha bor. Tez Sparkka egasiga topshirishimiz kerak. Ketdimi? Sizlarga ham rahmat, kelganingizga. Bosh homiyimiz Likola hamda Iko suvlari ichib o'tiringlar. Rahmat. Bosh bo'lsin. Qiziq. Ha, o'zi to'g'risini o'ylaganda, boshida o'ylagandim Botir aka. Ozgina, lekin vodiy oshini men hayotda yemagandim dedim, nasib qilmagan hozir yetadim. Endi bilmadim. Afsuski achinarli, shuncha yo'l yurib kelgan. To'g'ri. Lekin yana bir narsani aytib o'tishimiz mumkin. Aynan shu vodiy oshiga mayli bir bonus sifatida keyingi safar o'zimizni milliy choyxonani qilib ko'rsa, balki g'alaba qozonamiz. Agar to'lib qolmagan bo'lsa. Xudo xolasa. Buni ustomiz keyingisida обязательно chaqiramiz. Nomerlarini olib qo'yaman. Botir achchiq oshlarni kuzatib boringlar. Achchiq osh, oshki chempionat davom etyapti. Xudo xolasa hamma viloyatga boramiz. 12 ta O'zbekistonning 12 ta viloyat. Kerak bo'lsa Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'onistonga ham boramiz. Ancha odamlar vaqtini olamiz. Vaqt ham 1 daqiqa. Hormanglar. Assalomu alaykum. Charchamadinglarmi? Cho'zsizlar. Yaxshi o'tirsam, cho'zib o'tirmaymiz va biz o'sha skalonda qilamiz. Demak, 8-sonimiz ishtirokchisi g'olibi Botir aka. Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Biz hech narsaga aralashmadik. Biz taomni ham yemadik. Ukamni guruchini ko'rdik. Fikrlar o'zidan. Sizni fikringiz? Endi bularni oshlarni men endi tushunmaganim uchun boqib bera olmayman. Kim misol uchun, ana qilamiz ana. Qomingiz tomonidan sug'urib beramiz ham, hech shart emas. Farqi yo'q.
Homiy tarafdan berdim. O'zimiz mo'zgal issiq bo'ladi. Qanaqa suvda? Miko bilan milliy ko'la homiylarimiz eslatib qo'ying, homiylarimizni Ha, eslatib qo'ying. Ha, bo'ldi. Miko suvlarimiz milliy ko'lalarimizdan ichib olasizlarmi? Nima deysizlar? Hayajon bo'ldi. Hozir ichib olib to'yib ketdik. Kim yutdi bo'lasiz? Bilmadim. 3 ta ishtirokchi o'zi, 4 ta bo'lganda ham, 4 ta 5 ta bo'lganda ham anaqa qiladi. Oson. Bir-biringlarni ko'rsiz qanday beringlar. Biz kim yutsa ham rozimiz. Xo'p, ichkarida o'zingizlar xudo xolasa video chiqqanda ko'rasizlar. O'zingizlar xulosalarni qilasizlar. Rozi bo'lasizlar. Menimcha akadan boshlaymiz tarif. Yo'q, akadan boshlaymiz. Farqi yo'q. Uchala osh yaxshi. Oshni sayragan tan olish kerak. Hammasi mazasi boshqa, hammasi joyida, faqatgina o'sha Marg'ilon oshiga shuni nimaga? Sababi bu yerda o'zi lazer yeyiladi. Toshkentda. Lekin o'zlarida mana yegan odamlar ichkarida ichdi, faqat bal yetmay qoldi. Ikkita odam ovoz berdi menimcha. Bitta ovoz berishdi. O'zlariga ham borib yeganimizda xuddi shunaqa qilishdi. Lekin sababi ikkita anaqa bor. Hali aytgandek choyxona bilan to'y ochilgan. Hop, ikkinchi ishtirokchi, uchinchi ishtirokchi, o'zini aytib qo'ya qoling Botir aka. O'zi aytgan odamcha. Sizda zo'r kostyum dahshat. Sizga ham zo'r dahshat, sizga ham zo'r dahshat. Lekin ichkarida 5-1 8 ta kishimidi? Shunaqa. 5-2-1 bo'lgan. Bitta sizga, ikkita sizga, 5 ta sizga. Rahmat. Sababi to'g'risini aytaman, go'sht yaxshi pishgan. Go'shtga ham topish olmadi aka. Boshqalar faqat bitta shu mazada ketdi, go'shti. Tuzda ham emas. Go'shtning yumshoqligi ozgina o'yin bo'lib qoldi va sizga ozgina bal yetmadi. Lekin bitta narsa hozir Botir akamiz bilan kelishib oldik. Imkon degan narsa baribir bo'ladi, to'g'rimi? Aka, agar xohlasangiz, Botir akam bilan bog'lanasiz. Yana bir imkoniyat sizga. Agar joyimiz to'lib qolmagan bo'lsa, 12 sonigacha bo'lsa ham, lazerdan osh damlab ko'ring. Chunki endi baribir to'g'risini aytish kerak. Ovqat tushunadigan bor, yegani bor, yemagani bor. Imkoningiz bo'lsa, agar yanada kurashaman desangiz, yengilmayman desangiz, imkon beramiz. Administratorga bog'lansangiz, 8 olsa 9-10 to'lib bo'lgan bo'lsa 11-12 ga xudo xolasa yozdirsangiz, lazerdan kelib qiling. Hali 4 ta soni bor. 4 ta sonimiz bor. Agar 16 ta to'g'ri joyi bor. Agar yozdiraman siz lazerdan uraman siz. Qo'yil. Alo, shunchalik kelganingiz uchun rahmat. Cho'tgacha ertalabdan kelib vaqtingizni ayamaganingizga. Lekin sizga ham qo'yil qolaman, chunki alo zakazlarga chiqib, chiqib sanab zakaz qiladigan bilan teng, faqat shu menimcha shu ozgina olovda anglashdi-da, go'sht sal berib qoldi. Shunaqa deb tabriklayman. Kelib turinglar, sog' bo'linglar. Biz ichkariga kirgan bo'lsak ham yeb ko'rmadik, boshqa qilmadik, xudo xolasa. Spark uchun bir qadam. Rahmat. Sizga bir imkoniyat. Siz har doimgidek muxlisimizsiz. Keyingi ishtirokda keyin yana davom etsa bo'ladi, xudo xolasa. Botir achchiq oshda hamma imkoniyatni beriladi. Ya'ni Marg'ilondan kelgan Abdurahmon akamga imkoniyat berdik kelishib. Sababi guruch boshqa bo'lgani uchun qani imkon beraylikchi, balkim lazerda qilib Sparkga qarab qadam bosadilar. Haqqoniy bo'lsin, boshqa bo'lmasin, kamchilik bo'lmasin. Siz Botir achchiq osh hammanglarni kutamiz. Milliy ko'la, Miko suvlari bilan nima deysiz? Eting, qarab turishib eting. Xavmazaqsiz, shisha, yasha. Ana shunaqa xullas, ko'rishamiz. Mashina qildingiz. Zapaska balon. Zapaska jonga tegdi. Hayır. Rahmat, tabriklayman. Ota-onamni duosi bilan xudo xolasa shu darajaga erishdim. Ustozlarim Said Boriy ustozimga, Said Olim ustozimga, Said Oqil ustozimga rahmat deb qolaman. Ota-onam duolari bilan shu darajaga erishdim. Hammanglarga rahmat kattaga. Raqib sifatida ko'rmadim bu akalarimni. Shu do'stona munosabat bo'ldi xudo xolasa. Xudo xolasa rahmat hammanglarga. Botir akamga, hammaga rahmat. Shu kamerani orqasida akalarga ham rahmat. Shunchalik zo'r qilib syomka qilib olib berishayotganiga. Botir aka, hamma narsani e'lon qilib, bitta narsa esdan chiqib qoldi-yu. Voy, o'zi nimalar bo'lib ketyapti? Nimalar bo'lib ketyapti? Nima deb yozishganini ko'ryapsizmi? Sizlarni qayerdan kuzatsak bo'ladi? Zo'r ketyapti, omad tilayman. Voy, gap yo'q, osh zo'r chiqibdi. Qayerdan kuzatinglar? Qadrdonlar, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Har bir chiqqan soniga like bosishni unutmang. Har bitta laykingiz, har bitta ishtirokchiga yordam bo'ladi. To'g'ri. Hozir gapirtirsam shisha yasha deydi. Bo'ldi, ketdik.